أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aziz birodarlar, kelganinglarga katta rahmat, Alloh rozi bo'lsin va mendan oldingi birodarimizga ham jazakumulloh kulla xayr. Xo'p, bugungi mavzuyimiz Allohning o'zgarmas sunnati har bir mu'minni amallari uchun andozadir degan mavzu. Alloh subhanahu va taolo insonni yaratarkan va inson va har bir maxluqotni yaratarkan uni bir vazifasi bor. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bekorga hech narsani yaratgani yo'q. Unga hattoki hayotda qanday yashashlikni belgilab ko'rsatib qo'ydi. Va Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budu." Ya'ni ins va jinni faqatgina o'zimga ibodat qilishlik uchun yaratdim deyapti. Maxluqotlar orasida insonni aziz qildi. Ya'ni kimniki, nimaniki yaratgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo eng aziz qilib insonni qo'ydi. Bunga shak shubhasi yo'q. Chunki inson shunaqangi maxluq, shunaqangi zotki, u xato qiladi va xatosini idrok qiladi. Nima orqali? Alloh subhanahu va taolo bergan aql orqali. Va laqad karramna bani Adam. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, darhaqiqat biz odam bolasini aziz va mukarram qildik. Demak, inson Alloh subhanahu va taolo bergan aql orqali o'zini azizligini saqlab qolishlik kerak. Ya'ni aqlini o'z o'rnida ishlatishlik kerak. Va Alloh subhanahu va taolo nima uchun uni yaratgan bo'lsa, aqlini ham, hayotini ham ana shu narsaga sarflashlik kerak. Bizlar yo'ldan adashmasligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizga o'z payg'ambarini yubordi. Allohning risolatini olamga olib chiqishlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga u yo'lni chizib hamda o'zlari yurib o'tib ko'rsatib berdilar. Va u yo'lda mashaqqatlar chekdilar. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taolo Isro va Merojga olib chiqdi. Bunga har birimiz iymon keltiramiz. Agar iymon keltirmasak, mu'min bo'la olmaymiz. Va shu o'rinda ana shu Isro va Merojga olib chiqqan holatida ham Alloh payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga dinni qoyim qilishligi uchun kuch egalaridan yordam so'rashlikni buyurdi. Hijrat qilishlikni buyurdi. Vaholanki u qodir edi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni nima? Makkadan Madinaga ko'chirib qo'yishlikka. Lekin Alloh subhanahu va taolo bu ish orqali bizga nima? O'rnak ko'rsatdi. Chunki bu ishlar bizni o'zimizni qiladigan vazifamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga o'rnak ko'rsatdi u yerda. Shuning uchun ham har bir mu'min voqelikdagi buzuqliklarni ko'ryapsa, uni mo'jiza orqali o'nglanib qolishini kutish emas, balki xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratidagi kabi, sahobalar kabi nima? Harakatda bo'lishlik kerak. Ya'ni ana shu munkarni o'zgartirishligida, ana shu buzuq holatni o'zgartirishligida harakatda bo'lishlik kerak. Chunki hozir qayerga qaramang zulm. Masjidul Aqso, Falastin muborak zamini nima? Mustamlaka qilindi. Xo'p, G'azodagi holatlar, Sudandagi bo'layotgan hodisalar, hattoki O'zbekistonda yoki Sharqiy Turkistonda, ya'ni har qayerga qaramangki, qayerda musulmon bo'lsa, ana shu yerda zulmni har xil turlari bor. Go'yo birada o'ylab qolamizki, shu zulmlar hech ham to'xtamaydi, cheki yo'q deb bilib qolamiz, tushunib qolamiz. Yo'q, aslo unday emas. Alloh subhanahu va taolo har bir narsaga chek qo'ygan. Lekin ana shu zulmlarni o'zgartirishlik, ya'ni buzuqchilikni o'zgartirishlik va dunyoda o'zgarish yasash bu ummatning vazifasi ekan. Ummat o'sha o'zgarishga nima qilishlik kerak? Harakat qilishlik kerak va o'zi o'zgartirishlik kerak. Chunki Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki: "Innalloha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya'ni qaysi birki qavm o'zlarini xato kamchiliklarini o'zlari o'nglamagunlaricha Alloh subhanahu va taolo hargiz o'nglab qo'ymaydi. Demak, biz o'zgarish yasarkanmiz yoki shunga harakat qilarkanmiz. Bizga har xil bir nima deydi?
tuyg'ular keladi. Masalan, insonlarda kimdadir qo'rquv bo'ladi, kimdadir dangasalik bo'ladi. Kimdir nima deydi, keyinga qoldirishlikni yaxshi ko'radi. Bir xil odamda shunaqangi xislat bor, har qiladigan ishini bu ertaga qilaman, inniga qilaman, undan keyin qilaman deb turib qoldirib ketaveradi. Yo'q, Alloh subhanahu va taolo hattoki shunga ham bizga oldindan javob qilib qo'ydiki: "Va in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum." Ya'ni agar sizlar Allohning vazifasidan, buyurgan narsasidan yuz o'girsanglar, nima bo'ladi? O'rninglarga Alloh subhanahu va taolo boshqa qavmni olib keladi. Ular sizlarga o'xshamaslar deyapti aslo. Ya'ni biz agar bugun ana shu o'zgartirishlikka o'zimiz harakat qilmasak, qo'limizdagi bor narsani o'shanga sarflamasak, dangasalik qiladigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo nima qilar ekan? Biz o'rnimizga boshqasini olib kelib qo'yar ekan. Ya'ni Alloh muhtoj zot emas, nabarat qodir zot. Shuning uchun Allohning risolatini dunyoga olib chiqishlikda, ya'ni bu faqatgina islom tatbiqi bilan va islom davlati bilan bo'lishligini aniq tiniq tushunib yetishimiz kerak. Chunki islomni dunyoga yoyishlik vazifasi ham bizda va uni yoyishlikning yo'li bu nima? Hammamiz bilgandek, jihod orqali. Ya'ni u jihod bu ana shu davlat qachonki tiklanadigan bo'lsa, demoqchiman men jihodi talab, ana shu jihod orqali islom butun olamga yoyiladi. Allohga shukrki, bugun olamda shunaqangi tendensiya paydo bo'ldi. Ya'ni mavjud tuzumlar, u qayerda bo'lsin, sotsialistik bo'lsin, kapitalistik bo'lsin, demokratik bo'lsin, g'arbdami, boshqa yerdami, uni xalqi shunday tushunib qoldiki, bu tuzumlar insonning muammolarini muolaja, ya'ni to'g'ri muolaja qilishlikka yaramaydi. Shu narsani ana shu tuzum egalari, ya'ni ahllari ham tushunib yetyapti. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Va hozirgi kunda 21-asrni vabosi, demokratiya safsatasi deb aytishim mumkin. Bu fikr erkinligi, inson huquqlari, ayollar va bolalar huquqlari va davlat suvereniteti degan mana shunaqangi safsatalar, bular nima? Chilparchin bo'ldi. Bu qachon bo'ldi? Qachonki G'azoni fonida, Allohga behisob shukrlar bo'lsin, biz o'zimiz da'vat qilib harakat qilayotgan bo'lsak, Alloh u yerda ham jin turmayapti. Alloh bizga yordam beryapti. Mana shu G'azoni orqasidan bizning da'vatimiz borana 50 yilga oldinga siljidi. Agar bu bo'lmaganda balkim yana ham davom etgan bo'lardik. Alhamdulillah, shuni orqasidan g'arblilarni ham nima fikrlashi boshlandi. Bir xilgilarning qalbida islomga va musulmonlarga bo'lgan bir nima deydi, yumshoqlik, muhabbat degan narsa paydo bo'ldi. Bunga sabab ana shu G'azodagi hodisalar va G'azoni ahlini saboti deb bilishimiz mumkin. Chunki avvallari biz masalan mana o'zim 20 yildan oshiq alhamdulillah da'vatda bo'ladigan bo'lsam, o'sha eski birodarlarimiz eslaydi. Men hattoki bir xilga shayxlar bilan o'zim yuzma-yuz gaplashganimda ham, birodarlar bilan yuzma-yuz gaplashganimda ham, yoki bizdan oldingilarda masalan 50-yillarda oladigan bo'lsak, shunaqangi voqelik ediki, ya'ni arab davlatlarida, hatto hozirgi Yevropagacha, ya'ni musulmon davlatlarida, musulmon o'lkalarida islom yot edi. Agar mabodo islomni tatbiqi haqida gapirilsa, xalifalik haqida gapirilsa, ularni ustidan kulishardi. Xuddi Nuh alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo u kishiga kema yasagin, bu to'fondan qutqarishlik uchun kema yasagin degan bo'lsa, uni qavmi Nuh alayhissalomni ustidan nima qildi? Kuldi. Ya'ni biz xalifalik tiklaymiz deganda bizni ustimizdan ham shunday kulishgan edi. Alhamdulillahi robbil alamin, bugungi kunda nafaqat musulmonlar, nafaqat mana shu islom da'vatini ko'tarib chiqayotganlar, balki kufr ahli bunga iymon keltirib qo'ydi. Ya'ni xalifalik ertaga bo'ladi aniq. Biz ertaga u bilan qanday muomalada bo'lamiz deb ular hozirdan fikrlayapti. Hozirdami? Ancha oldindan boshlagan u to'g'risida fikrlashlikdi. Allohga qasamlar bo'lsinki, bu ish hech qachon sarob emas. Ya'ni ular bizni ishimizni avval sarobdek ko'rib kulishgan bo'lsa, lekin biz aytamizki, hozir ko'rib turibmiz alhamdulillah, va o'zlari ham ko'rib turishibdiki, ya'ni bu Alloh subhanahu va taoloning nimasi? Va'dasi. Alloh subhanahu va taolo va
payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni va'dasi va bashorati. Xuddi u kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Konstantiniya, ya'ni Istanbulni fath qilishligini bashorat qilgandek va Yevropani fath, ya'ni Rumni fath bo'lishini bashorat qilganlaridek, hozir mana ko'rib turibmizki, u kishining bashoratini avvali amalga oshgan bo'lsa, ikkinchi qismi, ya'ni Rumda fath bo'lishligi, Yevropani fath bo'lishligi bu siz bilan bizni kutib turibdi. Alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsinki, siz bilan bizga shunaqangi nimani beribdi Alloh? Imkoniyatni, fursatni beribdi. U fursat qachonki ana shu davlat tikkalansa, undan keyin amalga oshadigan bashorat. Shuning uchun ana shu davlat islomni risolatdek olamga olib chiqadigan davlatni tiklashlik siz bilan bizni vazifamizda. Va yana Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Bismillahirrohmanirrohim: Va'adallohu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa allazina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Alloh subhanahu va taolo o'zini oyatda va'da qilib aytayaptiki, Alloh sizlardan iymon keltirganlarni, ya'ni biz nima qildik? Iymon keltirdik, alhamdulillah. Endi nima qilishimiz qolyapti? Amal solih. Amal solih qilganlarni deyapti. Avvalgilarni qanday xalifa qilgan bo'lsa, bularni ham shunday xalifa qilishni va'da berdi deyapti. Ularni xavflarini amin, ya'ni tinchlikka, xavfsizlikka nima qilaman deyapti? Ya'ni tamkinga aylantirib qo'yaman deyapti. Ular subhanalloh, ular mengagina ibodat qilarlar deyapti. Hozirgi kunda qaranglarki, nimaga men boshida bu ibodat oyatini keltirdim? Hozir qayerga qaramang, ibodat Alloh subhanahu va taologa emas, ana shu kapitalizm tuzumiga ketyapti. Chunki halolni harom qiladiganlar, haromni halol qiladiganlar ana shular. Ana shu demokratlar bizni ustimizdan turib hukm yurityapti va afsus, oramizdan chiqqan musulmonlar ham o'shalarga nima qilishyapti? Ovozlar berishyapti. O'zini salohiyatini shunga berishyapti. Kimdir xohlab, kimdir xohlamay, kimdir anglab, kimdir anglamay. Ya'ni ibodat faqatgina Alloh Robbil alaminga bo'lishlik kerak. Ya'ni Allohning dini qoyim bo'lsagina biz unga ibodat qilayotgan bo'lamiz. Chunki biz xuddi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Adi ibn Hatimga sharhlab berganlari singari, ya'ni ibodatda tafsirini Rasululloh o'zlari qilgandilar, esinglarda bo'lsa. Ya'ni Adi ibn Hatim kiradi, u yerda kresti bo'ladi. Shunda Rasululloh sallam tezga qarab aytadilarki, ya'ni Yahud va Nasoralar o'sha ibodat qilishgan deb aytadilar. Rasululloh sallam u Adi ibn Hatim nima qiladi? E'tiroz bildiradi. Ya Rasululloh, ular ibodat qilishmagan edi. Ya'ni u paytda o'zi musulmon bo'lmagan holatda hali. Rasululloh aytdilarki, ashir haromni halol qilishganda ergashdimi? Ha, ergashdi. Mana shu ibodat dedilar. Ya'ni va oyatda o'qidilarki, ittakhadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya'ni ular nima qilishdi? Yahud va nasoralar Allohni qo'yib o'zlarini o'sha rohiblariga ergashishdi. Qachonki halolda harom qilishsa yoki haromda harom qilishsa. Va yana Alloh subhanahu va taoloni va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bashoratlaridan biri Imom Ahmadda keladi, Musnadda hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayotdilarki, takunu nubuwwatu fikum ma sha Allohu an takun. ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. Payg'ambarlik orangizda Alloh xohlagan muddatcha bo'ladi. So'ngra Alloh xohlaganda uni ko'taradi. So'ngra payg'ambarlik minhoji ostida xalifalik bo'ladi. Uni Alloh xohlagancha, Alloh xohlagancha turadi va Alloh xohlaganda uni ko'taradi. Undan keyin podshohliklar bo'ladi va u ham Alloh xohlagancha turadi va Alloh xohlaganda uni ko'taradi. Undan so'ng raiyatga zulm yetkazadigan, ya'ni mulkan jabriya, ommaga jabr qiluvchi podshohliklar bo'ladi. Mana hozirgi kunda o'sha holatda yashayapmiz. Ya'ni ommaga zulm qilishlik, ya'ni zulmda qaysiki turi bo'lsa o'shani qilishyapti. Va u Alloh xohlagancha turar ekan yana. Alloh xohlaganda uni ko'tarar ekan. Keyin
payg'ambarlik minhoji ostida xalifalik bo'ladi dedilar Rasululloh sallam. Thumma sakata. Undan keyin mana Rasululloh sallam sukut qildilar. Siz bilan biz demak qaysi marhaladamiz hozir? Ana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va'da qilgan, bashorat qilgan mulkan jabriyadan keyingi keladigan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan xilafatu ala minhajin nubuwa. Payg'ambarlik minhoji asosida xalifalik bo'ladi. Ana shu xalifalikni ostonasida turibmiz. Alloh siz bilan bizni ana shu kunlarga tez kunlarda yetkazsin. Bu da'vatni olib chiqishlik har birimizni bo'ynimizda. Erkakmiz, ayolmiz yoki yosh, kattamiz, qarimiz, farqi yo'q, bu hammamizni bo'ynimizda. Chunki bir guruh buni uddasidan chiqmayotgan ekan, demak u vojib nima boshqalarga ham tarqaladi. Xo'p. Bu da'vat ishi o'zi aslida payg'ambarlarning ishi. Ya'ni siz bilan biz shunaqangi bir ajoyib fursatdamiz, yana qaytaraman. Payg'ambarlarning ishi bizga qopti. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan keyin boshqa payg'ambar bo'lmaydi. Ummatni uyg'otishlik, ularga nasihat qilib, ularga amr ma'ruf, ya'ni yaxshilikka boshlab, yomonlikdan qaytarishlik siz bilan bizni vazifamiz bo'lib qoldi. Allohga behisoblar shukrlar bo'lsinki, kimki shu narsani tushunib yetgan bo'lsa, xursand bo'lishlik kerak. Demak, u nima? Payg'ambarlarning ishini qilyapti. Bekorchining ishini emas. Va buni biz qayerda bo'lmasak ham davom ettirishimiz mumkin. O'zbekistonda bo'ladimi? Rossiyada bo'ladimi? Yoki Yevropadami? Amerikadami? Farqi yo'q. Biz yaxshilikka ummatni boshlab, yomonlikdan qaytarishimiz mumkin. Zolimni zolimsan deyishimiz mumkin. Hokimni muhosaba qilishimiz mumkin. Alloh subhanahu va taolo sizni ya'ni imkoniyatingizdan chiqib da'vat qilishingizga buyurdi. Va undan oshig'ini buyurmadi. Va siz bilan biz ana shu hozirgi aytganimizdek Allohga shukr qilgan holatda bugungi kunlikda da'vat yukini ko'tarib yurganlar safida bo'lishligimiz va ularga qo'limizdan kelgan yordamni berishimiz lozim. Chunki bunday fursat ertaga qaytib kelmaydi. Ertaga davlat tiklansa, uje boshqalar u savobga erishadi. Boshqalar u yerda nima bo'ladi? Savobga erishadi. Lekin hozirgi savob bilan davlat tikkalangandan keyingi savobni taqqoslab bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz, siz bilan bizga Roshid xalifalikni tezlashtirsin, qadamimizni sobit qilsin shu dinda. Va yordamchilar o'zini yordamchilaridan qilsin. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu in tansurulloha yansurukum va yuthabbit aqdamakum." Ey iymon keltirganlar, agar Allohga yordam bersanglar, Allohga qanday yordam beramiz? Qachonki uni diniga yordam bersak, ana shu Allohga yordam bergan bo'lamiz ekan. Va Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni qalbimizni va qadamlarimizni mustahkam qilar ekan. Va oxir da'von alhamdulillahi robbil alamin.